insonlarni barcha og'riqlarni o'rganib chiqib, ularga yechim bering. Hoppa. Sizda mahsulot ham bor, reklama ham bor, lekin aslini olganda sizda umuman sotib bo'lmayapti. Sababi siz o'zingizni o'rtaga qo'yib turibsiz, mahsulotingizni chetda qolib turibdi. Ya'ni nechadir reklama qilib turibsiz. Sizda birinchi o'rinda hook kerak bo'ladi. Hook narsa biz avvalgi videoda tushuntirib o'tganmiz. Profilga kirib turib bemalol yurib olsangiz bo'ladi. Bu videomiz aynan mahsulot sotish haqida. Ya'ni bu mahsulotimiz sifatli, bizda eng arzoni, eng ishonchlisi, narxini kelib olsak, dim arzon, bemalol gal haydatasizda bo'laveradi. Bu mahsulotni size tavsiya qilamiz degan so'zlar odamni jig'inadi edi. Bu narsadan chalagani yoki da sizda arzon yo'qmi, u dim muhim emas. Eng asosiy muhim joyi bu narsadan insonlar necha foydalanib biladi, necha og'riqlarni yechim beradi va bu narsa nima uchun kerak aslini olganda. Aynan shu savollarga siz javob bersangiz, mijozni og'riqini topib ularga yechim bersangiz, aynan siz mahsulotlaringizni nechalar kerak bo'lsa, siz o'ylaringizdan ham ko'proq sotib bilishingiz mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. Insonlarni barcha og'riqlarni o'rganib chiqib, ularga yechim bering. Ana shunda sizda sotib oladi.